Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Marhaba Ablat. Xitoyning Sharq Turkistonda yana 20 o'rinni atalmış davlat darajali qo'g'dilgan rayon qatoriga kirgizishi diqqat qo'zg'amoqda. Sharq Turkiston tashkilotlar hay'ati Bursa bilan Anqarada muhim uchrashuvlarni olib bordi. İstanbulda 3-qitimliq musulmon diniy rahbarlar yig'ini ochildi. Turmush besimlaridan savat. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitoy hökumət dairələri Sharq Turkistonda yana 20 o'rinni davlat darajalik muhim qo'g'dilgan o'rin deb bekitgan. Mazkur xabar Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi tarixiy mazarliqlarni va qadimiy masjidlarni vayron qilayotganligi kuchli tanqid uchrayotgan bir payt e'lon qilinishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy xabarlar to'rining 21 oktyabr kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumat to'ri 16 oktyabr kuni davlat ishlar kabinetining 8-qitimliq mamlakat bo'yicha nuqtali qo'g'dilgan madaniyat yodgorlik o'rinlari haqidagi uqtirishni e'lon qilib, Sharq Turkistonning janub va shimolidagi har qaysi nahiya shaharlarga joylashgan 12 xarobalar, bir qadimiy qabriston, 2 g'or va tosh o'ymiliq ham yaqinqi va hozirgi zamonga oid 5 tarixiy o'rin qatorliqlarni o'z ichiga oladigan 20 o'rindan qo'shilganligini bildirgan. Bu 12 qadimiy shahar xarobalarining asosan shimoldagi joylarga joylashganligini bildirgan. Kishilarning eng diqqatini tortgani Xitoy doiralarining Urumchidagi Konz ibodatxonasi va Xitoy kommunist doirasi Mavzudongning 20-asrning 40-yillarda Miltaris Shinsey tarafidan o'ldirilgan inisi Mavzumanning ishxona va yotiqi joylashgan o'rinni hamda Xitoy ishlab chiqarish armiyasi, ya'ni Bingtuanning bir qancha bo'z yer ochgan joylarini nuqtali qo'dilgan o'rin qatoriga kirgizishi bo'lgan. Tahlilchilar Xitoy doiralarining yaqinda buyon tarixiy xarobalar va tarix tashviqotlari orqali atalmish Xinjiang azaldan Jungoning bir qismi, Uyg'urlar Junxo millati deganini kuchab targ'ib qilmoqda ekan. İlgari Fransiya xabar agentligi maxsus tekshirish asosida Xitoy hukumatining 2014-yildan buyon butun Sharq Turkistonda oz deganda 45 o'rindagi Uyg'ur mazarliqlarini buzib yo'qotganligini xabar qilgan. Bundan boshqa nurg'un qadimiy masjidlarning chekib tashlanganligi yoki boshqa xil faoliyat so'rovlariga aylantirilganligi, Uyg'urlarning uy imoratlaridagi milliy bezaklarning yo'qotilayotganligi haqida ishonchli ma'lumotlar tarqatilgan edi. Türkiye'deki Uyg'urlarning nufusining ko'payishiga ergishib, ularning qiyinchiliklari ko'paymoqda. Bularning masalasini hal qilish uchun Istanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar munbir raisi Hidayatullo O'zxon boshchiligidagi 6 kishilik hay'at Anqarada muhim uchrashuvlarda bo'ldi. Ular 21 oktyabr kuni oldi bilan Turkiya parlamentida hukumatni qo'llab kelayotgan o'qitish partiyalardan biri bo'lgan Millatchi Harakat partiyasining Turkiya millatlarga mas'ul muavin raisi professor Kamil Aydin apandi bilan partiya markazidagi ishxonasida ko'rishib, Uyg'urlarning qiyinchiliklari bayon qilingan yozma doklad sundi va Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyat to'g'risida ma'lumot berdi. Arqadan Sharq Turkiston tashkilotlar munbirga a'zo tashkilotlarning mas'ullaridan tarkib topgan hay'at Turkiya prezident mahkamasi tarmog'idagi chet eldagi turklar va qarindosh millatlar idorasining boshlig'i Abdulla Aran apandi bilan ko'rishib, Uyg'ur o'quvchilar duchor bo'layotgan qiyinchiliklarni hal qilib berishi, Uyg'urlarning ta'lim-tarbiya, ona til o'rganishi, Uyg'urlarning urf-odatlarini qo'g'dab qolish uchun Uyg'ur tashkilotlariga yordam berish to'g'risida taklif fikrlarni o'ttirib qo'ygan. Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik tashkiloti boshqarish hay'ati a'zosi Abdulvaris Xotan apandi uchrashishning muvaffaqiyatli o'tganligini bayon qildi. Abdulvaris Xotan apandi davomli Anqaraga kelib, Turkiya Cumhuriyatining munosabatli idora jamiyatlarini ziyorat qilib, Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatini anglatish va Uyg'urlarning talab fikrlarini anglitib turishning zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirgan. Turkiya chet eldagi turklar va qarindosh millatlar idorasi 350 dan ortiq Uyg'ur o'quvchiga Sharq Turkiston Sulton Sutq Bug'roxon ilm ma'rifat vaqti hozir 150 atrofida o'quvchilarga o'qish mukofoti berib o'qitmoqda. Sharq Turkiston Sulton Sutq Bug'roxon ilm ma'rifat vaqti har oy o'qishmaydigan shahar viloyatlarga berib, Uyg'ur o'quvchilar bilan suhbat yig'inlari o'tkazib, ularning qiyinchiliklari va talab fikrlarini anglab, moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berishga tirishmoqda. Hidayatullo O'zxon apandi boshchiligidagi hay'at 20 oktyabr kuni Uyg'ur o'quvchilar eng ko'p universitetlardan Bursadagi Ulug'dog universitetiga berib, Uyg'ur o'quvchilar bilan suhbat olib borgandan sirt, mazkur universitetning munosabatli rahbarlari bilan uchrashgan. oktyabr kuni Turkiya diniy ishlar idorasining boshlig'i Ali Arbash Ayub Sulton jamoasida bomdod namozi vaqtida 3-qitimliq musulmon diniy rahbarlar yig'ini uchun Istanbulga yetib kelgan hay'atlar va afrikalik imom xatib o'quvchilar bilan ko'rishdi. Ali Arbash namozdan keyin so'zini Suriyaning shimolida bo'lgunchi terrorlik tashkiloti YPG, PKK va Daeshga qarshi olib berayotgan tinchlik bo'liq harakatiga qatnashgan xavfsizlik qismlariga duo qilish bilan boshladi. Mazkur yig'inga Afrikadagi 50 kishi davlatdan kelgan diniy rahbarlar, din ishlariga mas'ul ministrlar, muftiylar va o'quvchilar qatnashgan bo'lib, Afrika musulmonlarining masalalarining muhokama qilinadiganligini, zakat va qurbonlik yordamlarini 149 davlatga yetkazganliklarini, musulmon davlatlardan kelgan taxminan 20 ming o'quvchining Turkiyada o'qiyotganligini bildirdi. Yig'in oxirlashganda diniy rahbarlar va o'quvchilar bilan birlikda Ayyub Sulton maqbarasini ziyorat qildi. Har bir kishi besim ortib ketadigan chaqlar bo'ladi. Shundaq vaqtlarda ün-tinsiz chidash kerakmi yoki yig'lab ochiqini chiqarib olish kerakmi?
Amaliyotda yig'ilg'is kelganda yig'ilganda, ochiq chiqib besim yenikligandan boshqa yana salomatlikka nurg'un foydasi bor. Kishilar yig'lab bo'lgandan keyin texmi xushal bo'ladi. Yig'lash parasimpatik nervini aktivlashtirib, kishilarning o'zini erkin qo'yib yetishiga yordam beradigan va shu orqali besimni yeniklatib, kishini sovuqqon qilib, kayfiyatni turaqlashtiradigan omil. Amerika Janubiy Florida institutining tadqiqotida yig'lashning kayfiyatni jonlantirish unumi xomushlikqa qarshi dorilardan yaxshi deb qaralgan. 90% ga yaqin sinoq qatnashuvchilar yig'lab bo'lgandan keyin kayfiyatining bir qadar yaxshi bo'ladiganligini bildirib, qattiq yig'lash orqali besim yenikilgandan keyin kishi badani tangponglashib, tan temperaturasi muqimlashadi ekan. Qon besimi tuvallaydi ekan, hatto yallig'lanish ozaydi ekan. Yig'lash orqali o'riqlik ilmi bo'ladi. Amerika Kaliforniya shtatidagi Los Atos ko'z kasalliklari parvish markazidagi tadqiqotchilarning qarashicha, ko'z yoshi 3 turga bo'linadi ekan. Birinchi xili odamning ko'zi tabiiy holda ajratib chiqqan yosh suyuqliqi bo'lib, ikki ko'zni namdab qurg'oqlashdan saqlaydi ekan. Ikkinchi xili refleksli ko'z yoshi bo'lib, ko'z yot moddalar tarafidan g'idiqlanganda eqib chiqadi ekan. Uchinchi xili kayfiyat xarakterli ko'z yoshi bo'lib, azoblanganda yoki ta'sirlanganda oqqan ko'z yoshi may ko'ydirishda eng unumli ekan. Yig'ilganda besim hormoni tövallab, qo'rsoq qismidagi yog'ning qo'rishiga yordam beradi ekan. Yig'ilganda mangan ajrilib chiqadi ekan. Mangan kayfiyatni kontrol qiladigan halqaliq modda bo'lib, ko'z yoshidagi manganning quyuqlik darajasi qon zardobining o't sessiga to'g'ri keladi ekan. Qattiq yig'ilganda mangan badan sirtiga chiqib ketib, kayfiyatni turaqlashtirishga yordami bo'ladi ekan. Biroq bak uzun yig'ilganda xomush bo'lib qolish mumkinchiligi bor. Amerika Janubiy Florida instituti bilan Gollandiya Terborg institutining psixologlarining bayqishicha, yig'ilgan vaqti ziyoda uzun bo'lib ketgan kishilarning tashvishlanish, qutirash, xomushlik va boshqa psixikalik to'sqinlik xatari nisbatan yuqori bo'lib, osonla psixikalik charchashni keltirib chiqaradi ekan. Shunga yig'lash vaqti eng yaxshisi 15 minutdan eshib ketmaslik kerak ekan. Ovozini qo'yib berib yig'lash bilan un chiqarmay yig'lashning farqi bor bo'lib, ba'zi xomushlik kasal bemorlari doim yig'laydi. Ular doim un-tinsiz yosh to'kadi, ovozini chiqarmay yig'laydi. Agar atrofdagi kishilarning kayfiyatining tushkun holatda 2 hafta davomlashganligini, doim un-tinsiz yosh to'kadiganligini bayqaganda, ularga vaqtida doktorga ko'rinish to'g'risida nasihat berish kerak ekan. Xabarlarimizni ko'rgan Allohga rahmat. Ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Alloh omonat.